Assalomu alaykum. Men sizlarga kichik bir machine learningda yaratilgan machine learning modellari orqali yaratilgan bitta model loyihaga o'xshagan, lekin bitta modelni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni bu modellar haqida tushunchani va machine learningga tushunishni osonlashtiradi. Qisqa va sodda kodlar orqali va qisqa va sodda data ustida ishlangan, ya'ni datamiz ustida datamizda ikki dona ustun bor. Bittasi omil bo'lsa, ikkinchisi natijaviy ko'rsatkich. Birinchisi omil ko'rsatkich, ikkinchisi natijaviy ko'rsatkich, ya'ni target value. Hozir men ma'lumot, ya'ni datani qayerdan olganman? Kaggledan oldim. Kagglega kirib, sizlar ham bemalol xohlagan mavzularda o'zingizlarga yoqqan mavzudagi datasetlarni topishingiz mumkin. Men shu datasetni oldim. Bu yerda qanaqa data yig'ilgan? Bu data Kaggleda juda ko'plab datalar yig'ilgan. Qaysilari real, ya'ni haqiqiy, ya'ni qaysilari haqiqiy emas ma'lumotlar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu men olgan ma'lumot datada 6069 ta data yig'ilgan. Ya'ni ikkita ustun bor, text va author. Authorda kim yozgan? Mana shu tekstni AI yozgan, bu tekstni AI yozgan, bu tekstni odam yozgan, bu tekstni odam yozgan. Buni sun'iy intellekt yozgan, AI yozgan, buni AI odam. Va shu kabi 6000 ta ma'lumot bor. O'shani ustida hozir model quramiz. Undan tashqari Kaggleda juda ko'plab imkoniyatlar bor. Kirib foydalansanglar bo'ladi. Mana competition, musobaqalar bo'ladi. Musobaqalarda qatnashib pul yutib olishinglar mumkin. Masalan, mana shu hackathon bor ekan. $450,000, $200,000, $850,000, $700,000, $50,000, $50,000, mana $50,000 va shu kabi boshqa hackathonlar bor. Qatnashishinglar mumkin va xohlagan datasetlarni topishingiz mumkin. Masalan, student placement, salary dataset yoki bo'lmasam elektrik mashinalarni soni oshishi datasi yoki masalan vino va shu kabi boshqa ma'lumotlar bor. O'shalarni ishlatsanglar bo'ladi. Biz modelimizga o'tamiz. Modelimiz klassifikatsiya modeli NLP va machine learning da ishlaydi. Umumiy jarayon qanaqa bo'ladi? Matnlar yig'iladi. Ya'ni boya ko'rsatib o'tdim, 6000 ta matn yig'ilgan. Boya ko'rsatdim, 6000 ta matn yig'ilgan. Data bor. O'sha data ustida ishlanadi. Matn raqamga aylanadi. Ya'ni model yoki bo'lmasam oddiy sun'iy intellekt, masalan ChatGPT, Grok, Cloud yoki Kimi va shu kabi boshqa sun'iy intellektlar, ya'ni tekst generatsiya qiladigan sun'iy intellektlar siz berayotgan promptni tushunmaydi. Qanaqa ma'noda tushunmaydi? Tekst holatda tushunmaydi. Ular avval siz bergan nima deydi, matnni vektorlarga o'tkazib oladi. Vektorlarga o'tkazib, keyin ular train qilingan ma'lumotlar bor. O'sha train qilingan ma'lumotlar vektorlarga aylantirilgan. Bu yerda siz bergan kichik prompt bor. O'sha katta hajmdagi vektorlardan siz bergan promptni vektorga aylantirib, bir-biriga mos bo'lgan vektorlarni olib keladi katta ma'lumotlarning ichidan. Hozir ko'rsatib o'taman. Keyin model raqamlarga aylanadi, vektorlarga aylanadi. Model o'rganadi. Train test splitga o'tkaziladi, yangi matn keladi. Ya'ni masalan, tekshirish uchun sizga kimdir essay yozib berdi. O'sha essay yoki bo'lmasa essay yoki maqola va shu kabi boshqa narsalar. O'shani olasiz va modelga berasiz. Model sizga uni AI yozganmi, odam yozganmi ko'rsatib beradi. Ko'rsatib o'tsak, biz kompyuterga matn beramiz. Undan keyin u matnni raqamga aylantiradi, model o'rganadi. Keyin yangi matn kelganda u AI yoki human
yoki odamligini bizga ko'rsatib beradi. Undan tashqari mana Python dasturlash tilini Pandas kutubxonasi bor. O'sha kutubxona bilan ishlaymiz hozir. Men datasetni yuklab olganman. CSV faylda bo'lgan. O'qib olganman. Mana dataset ko'rinishi dev deb saqlab oldim o'zgaruvchiga. O'sha datasetimizni boshidagi 5 ta nima deydi? qatori olganman head funksiyasi bilan. Ya'ni endi information, ya'ni anaqa datamiz haqida informatsiya. Datamizda 3 ta ustun bor, 6000 ta ma'lumot bor va birorta null qiymat yo'q. Ya'ni bo'sh joy yo'q. Hammasi ma'lumot bilan to'lgan. Xo'p. Keyingisi datasetimizni kolumnlari, ustunlari nomi. Bu index bor, text bor, author bor. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi, indeksni. Mana ko'rsak, bu boshi head funksiyasi bilan. Undan tashqari bu raqamli ma'lumot bo'lmaganligi uchun describe funksiyasi ishlamaydi. Bu yerda NumPy, Pandas, Python kutubxonalari va sklearn kutubxonasidan bu funksiyalarni va bu modelni chaqirib olganman. Count vectorized vektorlarga aylantirib beradi matnni. Bu train test split, ya'ni bizda data bor, 6000 ta data. 6000 ta datamiz ustida train qilib bo'lmaydi. Ya'ni agar o'shani ustida train va test qilsak, model xato ishlashni boshlaydi. Buni qanday tushuntirsa bo'ladi? Masalan, IELTSda true false not given savollari bor. Masalan, true false not given savollarni qanday ishlashini tushunishingiz uchun bitta matn bilan savollar bor. Endi ustoz sizga o'rgatib qo'ydi. O'sha matnlarda masalan mana shu gap aytgani uchun bu true bo'ldi. Ya'ni passageda bu, savolda bu edi. Ikkalasi to'g'ri kelgani uchun true bo'ldi, false bo'ldi, not given bo'ldi deb bitta passage ustida ishladingiz, train qildingiz o'zingizni. Ya'ni o'rganib oldingiz. O'rganib olgandan keyin endi siz test qilishingiz kerak o'zingizni. Masalan, test qilishingiz kerakda. Ya'ni o'rgandimmi, yo'qmi degan savolga javob berish kerak. O'sha siz ustoz bilan birga ishlagan passage ustida endi agar o'zingiz test qilsangiz, unda siz o'rgandingizmi, o'rganmadingizmi hech kim bilmaydi. Chunki siz o'zi boya ustoz bilan birga yechgansizlar, qaysi biri true, qaysi biri falseligini bilib olasiz. Bilasiz o'zi. O'shaning uchun ham unda test qilib bo'lmaydi sizni. Sizga yangi passage beriladi. Siz o'sha passage'dagi true false not given savollariga javob berasiz. Agar hammasi to'g'ri chiqsa, siz yaxshi o'zlashtirgansiz, yaxshi o'qigansiz. Agar masalan 90% yaxshi chiqsa, sizdan yaxshiroq o'rgangansiz, baribir o'rgangansiz. Ya'ni sizni oldin o'qigan passage'ingizni ishlattirmaydi. Yangi passage'da ishlattiradi sizni kuchingizni, ya'ni o'rgandingizmi yo'qmi bilish uchun. Bu yerda ham 6000 ta bizda data bor. Endi train qilingan datani ustida test qilib bo'lmaydi, chunki u boyaga o'xshab ko'rib qo'ygan bo'ladi, bo'ldi.